Akamiz kira qilib yurgan ekanlar, xuddi xonani oldida to'xtatibdilar, klientni mijozni tushirish uchun. Shu teshilgansiz, shu 35 ming yo'l haqi bo'ldi. Shuni o'rniga xuddokizdan bersangiz, habitan bo'lib qoldi deb. Dobri qilib haligi aka xuddoki qazilari bilan olib chiqib beribdilar, suvlari bilan. Bizdekina suvni xuddoki qonlar to'yib, keyingi zakasi olib ketibdilar. Zakaz qilgan odam start chaqirib turib, dastavga xonim berayotgan ekan. Haligi odamga keyingi ishida. Men o'zi dastavkada ishlayman, faqatgina odam tashirdim, lekin startda chaqirishda shunaqa. Dastavkani o'chirib qo'yganman o'zi deyaptilar. Yosh kattaroq onaxon ekan, yo'q deyaptilar. Haligi xonimni o'g'limga olib borib bering, mana shu xonimdan ozgina o'g'lim yesin deb beribdilar. Manzilga borib, aka, yosh katta onaxon sizga xonim berib yubordilar. Shuni olib qolar ekansiz. Sizlar, aka, men o'zim shoshilib chiqib ketdim. O'tda kutib oladigan hech kim yo'q. Shu xonim top-toza xonim. O'zingizga olib qola qoling shuni. Oilagami, bu kimga yaqinlar bilan yersiz deb to'lovini kartadan qilib qo'yganmiz, yo'l kira haqini deb telefonni qo'yib qo'ydi. Shu aka obed qilganlar, qorin to'q, suv ichganlar, xuddi xonada ovqatlanganlar. Atrofga bundoq qarab tursalar, musorkada bitta yosh kattaroq odam musorni, makulaturani metallonni o'sha ajratib satirovka qilib o'tirgan ekanlar. Shu xonim o'shalarga ilinib borib, aka, mana shunaqa holat bo'ldi, toza xonim. Iloji bo'lsa shuni olib qolsangiz, men qornim to'q edi. Sizlar satirovka qilib o'tirgan musorkadagi aka yig'layaptilar. Ko'zida yosh yig'layaptilar. Aka, nima yig'layapsiz, noto'g'ri tushunmang. Chin dildan holatingizni ustidan kulib bir narsa emas. Sizlar ishonasizmi yo'qmi? Ayolim homilador 3 kundan beri xonim so'rayotdi. Sharoitim bo'lmayapti, qas xonim yo'q, xonim pishirishga ilojim bo'lmayapti. Allohdan so'rovdim. Alloh yetkazganini qarang, deyaptilar. Haligi